Assalomu alaykum. Koreys tilini o'qishni o'rganamiz. 0 dan boshlaymiz. Birinchi qoida: koreyscha bo'g'in kvadrat ichida joylashadi. Ya'ni har birini kvadrat ichida yozib chiqmaysiz, prosta alohida yoziladi. Bizda misol joylashadi so'zini shunday yozib ketaveriladi. Joylashadi. O'qilishi joylashadi. Ya'ni har bir alohida aytgan yerim bo'g'in hisoblanadi. Shunga o'xshash, faqat bularda bir tekis har birini yozib ketmaydi-da, o'qilishida bo'g'in bo'lib o'qilib ketadi. O'qish qayerdan boshlanadi? Xo'p, chap tomondan o'ngga qarab ketadigan bo'g'inlarimiz bor. Yuqoridan pastga qarab ketadigan bo'g'inlarimiz bor. Birinchi bo'g'inni o'qib ko'ramiz. Ya'ni bu han. Birinchi harfimiz H chap tomondagi. Keyingi harf A. Bu o'ng tomonda yozilib turibdi. N esa doim pastda. Shunga qarab o'qilib ketiladi. Han. Ikkinchi bo'g'inimiz esa G. G va hammasi pastga qarab yozilib ketyapti. Buni sababi bitta. Unnilarimiz agar tikka bo'ladigan bo'lsa, undosh saglasniydi o'ng tomoniga yoziladi. Yotgan unnilar esa doim undoshni pastiga yoziladi. O'qish tartibini formula qilib yozib oling. Chapdan o'ngga, yuqoridan pastga. Eng pastki 3-harfimiz pachchim. Pachchim nima? Bo'g'inning eng oxirgi tovushi pachchim. Bizda masalan pachchim so'zini oladigan bo'lsak, ikkita bo'g'in pachchim va 3-harflar koreys tilida doim pastga yoziladi. Bizda esa o'ngga qarab bir tekisda yozilib ketiladi. Koreys tilida so'zlarni doim undosh harflar bilan yozamiz. Nega doim undosh harflar bilan boshlanadi? Koreys tilida bo'g'in hech qachon yolg'iz unni bilan boshlanmaydi. Agar unni bilan boshlanayotgandek ko'rinsa, oldiga doim qo'yiladi. Bu harf boshida ovoz bermaydi, ko'rinsa ham eshitilmaydi. Muhim joyi: yozuvda pachchimlar ko'p, lekin o'qishda faqat 7 ta tovush qoladi. Bular K, N, T, L, M, P, N. N esa pachchimda o'qiladi. Boshida kelsa o'qilmaydi. Faqat qoidasi bor. Agar keyingi bo'g'in unni bilan boshlansa, pachchim tovushi o'zgarmaydi. Faqat joyi almashadi, keyingi bo'g'inga qo'shib o'qiladi. Misol: pap bir bo'g'im, il bir bo'g'im. Papdagi b pachchimda bo'lgani uchun va ikkinchi bo'g'in unni bilan boshlangan sababli pastdagi pachchim keyingi bo'g'inga o'tib ketadi va pabil, pa alohida bo'g'in, bil alohida bo'g'in bo'lib ketadi. Xuddi shunday mogo, mog emas, mogo. Eslab qoling. Ba'zi harflar yoniga ma'lum unnilar kelsa, tovush o'zgaradi. Koreys alifbosida sh harfi yo'q sababli s ga yodlashgan unnilar qo'shilganda doim sh deb o'qiladi. Bu jumlani birga o'qiymiz. Qoidalar ishlashi: chapdan o'ngga, yuqoridan pastga, pachchim doim oxirida. Pachchimdan keyin unni kelsa, pachchim qochadi-da, ikkinchi bo'g'inga o'tib ketadi. Bo'lib o'qiymiz. Na, nin, pap, il, mog, o, yo. Nada ikkita harf va yonma-yon. Sababi tikka unni bor. Ninda esa yotgan unni. Shu sababli pastga qarab o'qiymiz. Pabil. Bu yerda pap bo'g'inda pachchim bor. B pachchimda kelyapti. Ikkinchi bo'g'inda esa unni bilan boshlanyapti va unni bilan boshlangan sababli tepasida harfimiz bor. Sababi doim undosh bilan boshlanishi kerak.
lekin o'qilmagani sababli papdagi pachchimdagi b ikkinchi bo'g'inga o'tadi-da, pa alohida bo'g'in bo'ladi. B esa yana alohida. O'qilishi bosqichma-bosqich. Na, nin yoziladi, o'qilishi ham na, nin. Papil yozilishi, pabil, o'qilishi. Moq, o, yo yozilishi, mogoyo, o'qilishi. Yakuniy o'qish. Nanin, pabil mogoyo. Nanin, pabil mogoyo. Rahmat hammaga, birga o'rganamiz.